Assalomu alaykum, Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Assalomu alaykum, hurmatli televizion. Dünya Uyghur Qurultayı tarafidan Germaniyaning Myunxen shahrida ta'sis qilingan Tor televiziyasining bugungi suhbat programmasiga xush keldingizlar. Men bugungi program riyosatchisi Farhat Turanqashulaman. Oldin bilan hammangizlarni yurakdan salomlayman va Janob Allohdan hammangizlarga salomatlik, xotirjamlik, baxt, saodat, barakat tilayman. Hurmatli televizion. Bugungi suhbatimizning asosiy temasi Germaniyada Uyghur xonim-qizlar harakatining taraqqiyot ahvoli, shundaqla Germaniyadagi bizningki farzandlarimizning milliy mavjudligini, madaniyatini, ona tilini saqlab qolish bu asosiy tema bo'ladi va bu jihatda hozir Germaniyada ilib berilayotgan xizmatlar, ya'ni bizningki o'smirlarimizning ona tilini, madaniyatini qo'g'dab qilish jihatda berilayotgan xizmatlar, buning taraqqiyot ahvoli haqida bo'ladi bugungi suhbat programmamiz. Shuning uchun sizlarni bu jihatda atrofli ma'lumotga ega qilish uchun bugungi suhbat programmamizga nihoyat qimmatli, qadrli ikki xonimni taklif qilib keldik. Oldin bilan men sizlarga bu ikki qimmatli xonimimizni tanishtirib o'tay. Mana bu xonim Dilnor G'aznichi xonim. Hozir Germaniyada qurilgan qonunli shaklda faoliyat olib borayotgan Germaniya Uyg'ur onalar birligining raisi Dilnor xonim. Dilnor xonimning Germaniyada yashayotganiga 40 yilga yaqin bo'lib qoldi va Dilnor xonim shundaqla ayni vaqtida G'arb dunyosida eng burun qurilgan Germaniyadagi Yevropa Sharq Turkiston birligi tashkilotining qurg'uchi a'zolarining biri bo'lgan va bu tashkilotda hozirgacha rahbarlik etdi. Bir qancha qitim izchil turda bu rahbarlik etib vazifa o'tab kelgan. Hozir men sizlarga deb o'tgandek Germaniyada faoliyat olib borayotgan, aktiv faoliyat olib borayotgan, jonliq faoliyat olib borayotgan Germaniya Uyg'ur onalar birligining hozirgi raisi. Dilnor xonim Germaniyaga kelgandan tortib hozirgacha 40 yilga yaqin vaqtdan buyon mishada Uyg'urlarni tunutish, Uyg'urlarning milliy madaniyatini tunutish, san'atini tunutish jihatlarida ko'p fidokorlik ko'rsatib kelgan bizningki eng asosli aktivistlarimizdan biri. Dilnor xonim, xush keldingiz. Mana bu xonim Halima xonim Germaniya Uyg'ur onalar birligining muavin raisi bo'ladi. O'zimi shu Germaniyaga kelgan 20 necha yildan buyon izchil turda Germaniyadagi butun siyosiy, ijtimoiy faoliyatlarda, namoyishlarda safning oldida aktivlik bilan, fidokorlik bilan bu jihatda tirishchilik ko'rsatib kelgan bizningki eng aktiv xonim qizlarimizning biri. Hurmatli Dilnor xonim, hurmatli Halima xonim, ataytni vaqtingizni chiqarib bugungi ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun sizlarga istansiz vaqtni alayhi rahmat aytaman. Xo'sh, Dilnor xonim, oldi bilan shundan boshlaylik. Mening xabar topishimcha sizlarning Germaniya Uyg'ur onalar birligi albatta bu Germaniyada Uyg'ur xonim-qizlar harakatining taraqqiyot tarixi biroz uzun. Bu G'arb dunyosida, ya'ni bu yerda xonim-qizlar harakati eng jonlangan, eng gullangan bir davlatlarning biri Germaniya. Siz buningdan izchil turda faoliyat olib kelgan. Ammo Germaniya Uyg'ur onalar birligi degan nomda bu tashkilot yaqinda qurildi mening bilishimcha va bu Germaniya hukumatining qonun tasdiqiga erishdi. Bu munosabat bilan sizni alohida tashkilotinglarni tabriklayman va tashkilotinglarga muvaffaqiyat tilayman. Dilnor xonim, bu tashkilotning qurilish jarayoni, maqsadi, g'oyasi haqida televizion ko'rishlarga qisqacha ma'lumot berib o'tgan bo'lsangiz. Rahmat Farhat afandim. Bizni bu yerlarga qichqirib intervyu qilganingizga sizlarga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz boshdan. Assalomu alaykum. Televizyon oldida, ekran oldida, vatanning ichida, vatanning sirtida bo'lgan butun yurtdoshlarimiz va Germaniya Uyg'ur ayollar birligidan ko'p sig'inishli salomlarimizni avval hammanglarga yetkazamiz. Farhat afandimning deganidek biz Germaniya Uyg'ur ayollar birligi deb bir tashkilotning, yangi bir tashkilotning ustida turyapmiz. Yangi qurildi. Bu 7-oydan tortib rasmiylashdi Germaniya hukumati tomonidan. Biz buning uchun nihoyat xo'sh. Bu masalaga qanday keldik, albatta bu aktivlik ishlarimiz yangi ishlar emas. Farhat afandimning deb o'tgandek burundan tortib kelgan ishlardi. Endi buningki bir boshqa yangi tarafi ayollarning hozir tig'ijiq ko'p bo'lishi, bu 3-oyning 15'ida bir ovoz bir qadamning yetakchiligi bilan o'tirg'i chiqib ayollarning hamda butun Germaniya
ve Avrupa dünyanın bütün yerde koçalarga çıkıp vatanda bolgan ahvallarning ki hem de canga yetkenligidin biz midirmisak bolmaydı dep burun tutsakmı yani bundan keyin yani kılaylık dep oturga çıkıp bu çıkan yaman dağıldığı bek ondan boldu hem bizning tarafimizdan vatanimizning ahvalini oturup koyup şununla özümüz yani bu fikirlerimiz yeni kelmedi elbette bu fikirler daim dişimizde battı aklımızda battı qandaq bolsakmı vatanimizning sirtida yaşavatımız bizning Germaniyada yaşagandek dünyanın bütün yerde biz Uygurlar taqırılıp ketken qandaq bolsa endi ikinci vatanimiz meşalede bilimizge kim qayerda yaşasa bu yerda ösmülerimiz azır ösmöy oytuptu endi jamoat boptuq bu yerda burunlar bek azdık Farhat Efendi'nin degindek 1991'lerde yeni teşkilatlarını kurgan çağda biz 3 aylılıktık. Bu 3 aylılığın içinde şu 11 kişi bulup biz Dünya Avrupa Birliği dernekini kurgandık. Şunun bile bağan sırı bu ösüp azır xeyli bir yerge mındaki adamlı kep kaldık Germaniyada. Bir yerde ballarımız ösüp etipti. Özümüzün kültürünü bir yerde yani davamlaştırmamızga, öz tilimizni bir yerde davamlaştırmamızga bularni biz qanday saqlab qolamiz? Öz kültürimizni, öz tariximizni, qayerdan keldik, biz nima deyishni saqlab qolish uchun, bundan keyin buni o'smirlarimizniki saqlab qolishi uchun qanday qilsak bo'ldi deb bir qancha ayol bir yerga kelib, bu ideyaga kelib, undaki mushtaq bir tashkilotning qurilishiga qaror berdik. Hozir masalan bu tashkilotlarning rahbarlik heyetida qancha rahbarlik heyetining a'zolari qancha masalan hozir? Hazır rehberlik heyetimizde 14 ayalımız var. Hem de bu 14 ayalımız şu birinci kademde baskan ayallardı. Hem de maşu Germaniya Uygur Ayallar Birliği de. Elbette bu bağan sırı köpüğü vardı dostane. Ama hazırlıkçı şu 14 ayal. Rahmet Gülnar Hanım. Gülnar Hanım. Hürmetli Halime Hanım. Mesela şu bu Germaniyada hem de ayallar hareketininki ana balalar hareketi mi değil mesela hanım kızlar hareketi mi değil bu canlı işi tavuklar küçük kıladı da hazırdı. Naydı pahalı naydı aktif hem de mesela canın çaplı sanma köp ödemli kilodu atallar kilodu. Benim bilişimce mesela şu Amerika'da bir avaz bir kadem çakırıga oturup koyulğandan keyin sizin teşebbüsünüz bilen bu Germaniyada bu məxsus bir grup var. Təsdiq qılınıbdı Uyğur Analar teşkil tapkan bir grup var. Bu grubu bağın sıra terakki kılıp, azaları köpüyüp, başka dünyanın başka yerlerdeki, devletlerdeki anılarla müzire hemkarlaşıp bir koordinasyon şekilde, hemkarlık şekilde faaliyet yapıyorlar. Mesela bu grup anlarının neticesi mesela 3. ayın 15. günü Germaniyanın München şehri Meryem Plas meydanında ait çoğun dağıldığı namayış oldu. Şu grubunun kuruluş jarayonu mesela ne için kalınız bu fikir geldi, bu grup kanda kuruldu, bu grubun kanda sonra ettiler ve bu grup terakki kılıp kanda olup bir çoğun namayışta ve organizasyon yapıldığın bir teşkil edilen bir alıp geldi. Rahmet Farhat efendim. Assalamu alaikum ekran aldıdaki aziz Uygur kıyırındaşlarım. Ben Halime'den sizlerge utluk salam. Bugün ben studiyada sizge söhbet edip beriş jarayonida mushu bir ovoz bir qadam gruppasi qurilgandan keyin Analar namoyishi 3 ayning 15-i Meryem Plas München'de o'tkazildi. Bu kuni 200'dan oshiq analar dağdığılık halda bir sımı kam qolmay sap tizilib Meryem Plasga yetib keldi. Fakat München'la emas, mush Germaniyaning qo'shni shaharlari, har qaysi shaharlardan kelgan analar bo'lib qolmasdan, bu kundagi shivirqan so'g'aq kunlarga qaramasdan o'zining meyib bolallarini g'altak aravlarida ishtirib, 7-8 soatlik poyezdlarda yetilib keldi. Shu jarayonda biz dağdığılık yaxshi namoyishlarni yapdik. Berib bo'lgandan keyin jiroqqa ketadigan analar hammasi aldirab ketyotdi. Biz bunu oyladık. Mushundaq bo'lishini oldini olgandim. Oyladim, to'xta. Biz kim uchun namoyish qilamiz? Jiroq yaqindan kelgan analar nima uchun keldi namoyishga? Namoyish kimning? Bizning. Vatanimizda nima bo'lib ketib bordi? Güzel vatanimiz Sharqi Turkiston qonga milandi. Rahmet Halime Hanım, hakikaten siz degandek hem de bu vatanda Xitoyning zulmü tarixda misli ko'rilmagan dereceden
yuqori bir palla ko'tarildi. Hozir masalan rasmiy BDT'ning dokladlarida 3 milliondan ortiq Uyg'urning Xitoyning naziy kamplarda jazolanib turayotganligi, bu butun BDT bo'lsin, Amerika hukumati bo'lsin, Yevropa birligi, Yevropa ittifoqi bo'lsin, Xitoyni jiddiy shaklda ayblab, keyin-keyindan bu yerda ayblashlar bo'layotdi. Hatto shu jazo lagerlarini qurishga sababchi bo'lgan va Uyg'urlarga zulm qilayotgan Xitoylar rahbarlarini jazolash talab qilinmoqda hozir yuqori bir saviyada. Albatta masalan hozir shu vatan ichida bo'layotgan zulmlar sizlarning shu ayollar harakatininki bundaq jonlanishida buningki alayda bir roli bo'ldi deb qaraysiz, shundaymi masalan? Bu vatandagi zulm, ya'ni bu yerdagi ayollarning umumiylik taqim qo'zilib chiqishiga, Xitoyga bo'lgan nafratning, g'azabning taqim yuqori o'lishi. Endi bu yerda Uyg'urlarning endi bizning chet el muhojiratga Uyg'urlarning asosiy vazifalarining birisi bizning farzandlarimizning, yosh o'smirlarimizninki milliy alayliklarni bo'lib ana tilni saqlab qilish masalasi eng muhim masala. Buningda hamda ayollarninki, onalarninki o'ynaydigan roli intayin yuqori hamda nihoyat yuqori. Chunki bola ona bilan ko'proq bu asra bo'ladi. Bu jihatda masalan mening xabar topishimcha burun biz masalan Germaniyada Uyg'ur ona tili maktabini qurgandik. Bir mezgil davom qildi, ba'zi sabablardan to'xtab qoldi, bolalar ozlab ketdi, taqlab qoldi degandek bo'lib, hozir anlasak masalan Germaniya Uyg'ur onalar birligi qurilgandan keyin bu maktabni qaytadan asliga keltiribsizlar va bu maktabning o'quvchilari hech hozirgacha Germaniyada bo'lib boqmagan bir shaklda soni ko'p bo'libdi. Rasmiy darsni boshlabsan, sistemalik va oqshomda ota-onalar yig'ini chaqirishsa buni onlayn deb ota-onalar kelib bu ona tili maktabini taraqqiy qildirish haqida yordam berganligini bildirdi. Bu haqda masalan bir ozroq ma'lumot berib o'tgan bo'lsangiz, masalan shu ona tili maktabi haqida. Bu qachon boshlandi, qayta dars boshlashimizda hozir bolalarning soni qanchalik, qanday guruhlar bo'lganlar bolalarimiz. Rahmat. Endi biz bu Germaniya Uyg'ur onalar birligini qurgan chog'da albatta birinchi nishonimiz vatan, shu butun masalamiz vatan da'vosi bo'lib keldi, ashtaqim bo'ldi. Endi bu yerda biz birinchi nuqtada, eng boshda birinchi nuqtada tutgan narsamiz bolalardi. Nimishga desanglar, endi bolalar hammamizga ayon bizning kelajagimiz. Biz shu bolalar bugungi kichiklar aytning cho'nglari bo'ldi. Bir bolalarga qanchalik emgak berib bir böknelik bir çimendopni qandaq ishlab ayollarimiz o'tirib ishlab chiqsa-mu, bolalarimizni qanchalik chiroyli ishlab chiqsak, u o'ziga foydali, bizga foydali, vatanimizga foydali, dunyoga foydali deb qaraymiz. Bular uchunmi bu bolalarga kelajakda yaxshi bolalarni, yaxshi inson bo'lish sifati bilan yetishtirish uchun bu bizga yalnız endi bolaning sirtidimi, andadimi kerak. Siz abiyan bayan degandek dada hamda sirti bo'ldi ekan, jiqroq ana yendi bo'ldi ekan. Hamda analarni qarasak Uyg'ur ayollarimi veya bütün Uyg'ur ayollarni desak, yani bir qo'lda bo'shlik davratsa, bir qo'lda dunyoni davratadi deb ular hozir biz bilan hamkorlashib, bolalarni akab berib, biz bir bolani qanchalik ishlab yaxshi qilsak, bu vatanimiz uchun foyda deb ko'rdik. Birinchi nuqtamiz shu zaten. Bolalarimizni qanchalik emgak berib, bundan qilamiz. Ma Yevropada yaşawatıdı. İstatistikaga qaragan chog'da Uyg'ur bolalarining qanchalik intelligent bo'lgani, qanchalik aqlli bo'lgani. Ma Germaniyada balki Yevropada shudir, balki emas hamda shu. Uyg'ur bolalarimiz boshqa chet ellik bolalarga qaraganda aql saviyasi yuqori bo'lganini buni istatistiklar o'tirib qo'yib ketdi. Kaginiga jiq bo'lmasimi, ya bu yerda to'lg'anlamalik germanchasi to'liq bo'lmasimi, tez vaqtda germancha ko'nib, o'rganib, undan keyin bu yerda ma'rif sistemi bek tez Yevropaninki. O'rta maktab, boshlang'ich maktab bordi, undan o'rta maktab, undan keyin gimnazium deb ketmaydi. Har kim har bolaning aql saviyasiga qarab şunun qaratib maktablarga bo'ladi. Şunun qaraganda bizning Uyg'ur bolalarimizningki gimnazium saviyasiga borgan Uyg'ur bolalarimiz bek ko'p. Biz hamda buningdan bu Yevropada bundaq foydalanamiz. Biz o'zimizning tilini, o'zimizning kulturini, o'zimiz dinimizni qo'shimcha yana bersak, o bolaga o'ziga ishonchli kelib qoladi. Qayerdan kelganini bilsa bir inson, dinining bo'lganini bilsa, kulturini, tilini bilsa, qa ülkede yaşasın, aşı ülkede integrasyonu asan buludu, özüge işençiligi yuqori buludu. Bundaq bo'lgandan Xudoyim bursa, ömrününki aldıdaki sapları da en yaxshi yerlarga keldi deb o'ylaymiz. Şuna bütün kuchimizni shunga chiqardik.
Xudayım bursa bu ballarımız bir gün bolsa siyasette orun tapıdı, doktorlukta, medisinada orun tapıdı, hukukta orun tapıdı, məlimde orunluq tapıdı, qa orunda bolsa bolsun, özünün qayda kelganinin milletini bilse bu vatanimiz için çoğun bir qutuqluq boldu deb. Şu niyet bilan qilib ballarımızın mektebini açtık. Bu 7. ayının elbette endi desek bu 3. aydan tatip kelgan bir nesli, Avrupa Birliği'ninki başlap kelgan bir nesli. Şu orun meselesi bulup, şu bulup, bu bulup, hem de onu biz üstümüzge aldık töpümüzge. Ağandan keyin bu xeyli bir qadam bastı. Başlangıçta 8 boladı, keyin 13 boldu, 30 boldu, 44 boldu, hazır sani 62'ge çıktı. Maşallah. Bu bağan sırımı bu ösüvatıdı. Baştaki yaşları ballarımızın 6 yaş bile, 16 yaşının oturudu. Keyin qarasak hazır talep juqur. Bunu hazır yaslı ballarımı düşürdük. Bir balının kuluqu qanchalik til tarafdan pişse, tilimi pişidi, kuluqum pişidi, öz Uyghur tilini yaxshi tushunidi, ham ahang seviyesi yaxshi keldi deb, shu endi shu yasli yeshig'im tushdi. Hozir bizga iltimos qilib yozdirgan bolalarninki yeshi 4 yoshga tushib qoldi. 4 yoshdan 16 yoshgacha. Hozir bir avval burun 2 sinfimiz bor, bu 2 sinfga patmaydigan bo'lib qoldik. Bo'lgandan keyin hozir 4 sinfga bo'ldik. Sonimiz 64, hozirlik Məlimlərimiz özü işçiden kelib bu işləyətqan oqutqucu ayallarımız, Allah razı olsun onlardan. Bunların həmmisi işcan və işləyətqan. İşinin sırtı da şənbə günləri ama ballarımız gəngə dəb öz küçü bilə işçiden kelib yügrəb, kelib bir əşədə dərs beriyatdı. Bu avval 2 məlimiz, keyin 4 boldu, 6 boldu, hazır 8 məlim var. Bunun içinde okutquchilarimizning hammasi vatanda o'qib chiqqan ma'limlar, kasbiy o'qituvchilar. Uning sirtida yana mashada Germaniyada yana qo'shimchilik pedagog o'qigan yana bir ishki ayollarimiz bor. Shuning bilan tunugin sizning degandek birinchi qitim ayollar amdadilarninki bir oqshimni qilib yig'ib bir oxir tafsilot bergan bo'ldik. Xudoyim bo'lsa hozirlik 62. Bu soni ko'pidi, o'rnimiz hozirlik kichik, ammo kelinimlarda yani kengiltimiz davatimiz. Rahmat, Rima xonim, masalan, bu hozir mayli bu yerda qurultay tarafidan yoki Yevropa Turkiston Birligi tarafidan uyushtirilgan namoyishlar bo'lsin, ijtimoiy faoliyatlar bo'lsin, hammasida bu yerda onalarninki, bolalarninki qatnashish nisbati nayt yo'q. Hatta erlardan ko'p ham darqatmish keyingi bo'libmi. Sizlarning shu onalar birligining faoliyatlari jonlangandan keyin bu ro'shan oldi buni ko'ryapmiz. Zaten bu namoyish kelganimdan 20 dan ko'proq 60% hozir onalar bolalar bo'ladi. Bu albatta sizlarning tirishchiligingizga zich munosabatlik alayda sizlarga rahmat aytamiz. Sizlar bu jihatda qanday tashviqot berib o'tsizlar, masalan, onalarga, xonimlar orasida masalan şu ictimai faaliyetler, siyasi namoyishlar qatnashish, bolalarni maktabga kirishga siz ko'proq shu aloqishdan ko'proq qilasiz bilan bilishimcha. Bu jihatda qanday ota-onalarga qanday tashviqot berasiz? Rahmat. Bu jihatda hamda so'rab qoldingiz. Biz shu Mehribon onalar guruhi qurilgandan keyin biz Mehribon onalar guruhisini qurishdan burun nurg'un o'ylanibman. Nurg'un shu o'ylarga, dardlarga, hasratlarga cho'kib, ham yig'lab, ham kulib degandek xalqimdan, millatimdan o'zimning shunchalik rozi bo'lganligimni bilib, o'rnimdan dast turib 3-4 yaqin onalarga telefonni qilib, bir yerga jam bo'ldik. Jam bo'lib, shu 200 kishilik namoyishda biz shu 200 kishilik namoyishda shu Mehribon onalar qo'limizga tutib, o'zimiz shaxsiy yenimizdan iqtisod ajratib, nazarchiroq qilib, vatanimizda o'lgan, shahid bo'lgan Uyg'ur qarindoshlarimizga Qur'on tilovat duolarni o'tkazgan bo'ldik. Va shundan keyin biz 14 bo'ldik. 14 ana o'zligidan bir yerga kelib, biz bir ish qilaylik. Qanday qilsak bo'ladi? Qanday qilganda biz xalqqa, millatga, bolalarimizga bir yaxshi ish qilib bera olamiz? Biz bundaq putimizni, qo'limizni bog'lab tursak, bu kunlar o'taverdi. Vatanimizda bo'layotgan ahvol hammamizga belgilik. Endi biz qanday qilishimiz kerak? Biz bir nima qilishimiz kerak. Onalar bir qo'lida beshik tavrasa, bir qo'lida dunyoni tavritadi degan gap bor. Biz onalar japoqimi chidaymiz, hammaga chidaymiz deb turib, 14 ana mushtumimizni tugib, bir uyul tashdek o'ylashib,
Hazırga muşu kunga keldik. Bu jarayon 6 ay bo'ldi. 6 ay jarayonda biz 7-8 turlik har xil cho'ng faoliyatlarni o'tkazdik. Bu jarayonda onalar bir-birimizdan jonliq, bir-birimizdan tirishchan, kecha kunduz biz ba'zanda oyda 2-3 qatim yig'in ichib, yig'inimizning vaqti 3 soat, 4 soat uzrab ketgan kunlar bor. Endi nima uchun o'ylashdinglar desangiz, qanday qilganda biz o'zimizni taraqqiy qildiramiz? Qanday qilganda mush kelajak umidlarimizga, bizning musabiy bolalarimizga ona tilidan dars bera olamiz? Qanday qilganda mehribon onalar, mehr muhabbatimizni mushu davlat ichi va sirtidagi ulug' onalarga anglata olamiz, yaxshiligimizni bildira olamiz degan savol maqsadlar bilan biz 14 ona hozirgi kunga davomlashib keldik. Masalan, nazar chiroq qilamiz. Hammani mush 14 ona o'z oldimizga vazifa qilib olamiz. Sen ma'ni qilsan, sen ma'ni qilsan, sen ma'ni qilsan. Tashkilotning rahbarligi aytadilar. Anandagi tashkilotniki mush 14 mehribon kadrlari, vakillari. Anandan keyin bizni sirtda qo'llayotgan jamoat onalardanmi bek rozi biz. Shu jamoat onalar, jamoat bizni qo'llab bersa, biz 14 mehribon ona hech nima qila olmadik. Onun üçün biz bu qatim mush 250 kishilik namoyishda shu nazar chiroqni mush mehribon onalar ichidagi 14 ona o'z oldimizga tortib qildik. Uningdan keyin onalar kuni o'tkazdik 5-oyda. Buning 70-80 ona keldi. Shu onalar kunda onalar bayramida kelamay balnislarda yomon kasal, ig'ir kasal bo'lib yetib qolgan, yo'qlayolmagan onalarni o'zimiz mashinamizni olib berib kelib, shularni ruhiy jihatdan bir taqdirlaylik deb o'zimiz iqtisod ajratib, shular taqdirnomalarni berib, ularni olqishiga erishdik. U faoliyatlarimizni shundoq yaxshi o'tdi. Uning sirtida bizningki masjidimiz jami qurildi. Shu jamini ratlash jarayonida 14 mehribon ona safarbarlik kelib, o'zimizning tozliqchilik malzemelerimizni elib berib 4-5 soat aş bütün camini jup tozlab, camiga kirib namoz o'qig'dak holga biz keldik. Biz bu ishlardan bek faxrlandik, ham o'zimizning qilgan ishlardan shundoq rozi bo'ldik. Ya'ni ki bu yozda mush ona va bolalar faoliyat o'tkazamiz deb Mildorfning amping nimasiga berib, onu balalar suv uzdi. Onalar birlikte oturup piknik qildik. Bir kun kashni ashada o'ynab ta'til o'tkazib keldik. Buningdimi balalar, onalar shunday xursand bo'ldi, ham rozi bo'ldi. Uning sirtida vatanimizdan mashaga chiqib, ömür qisqa kep qilib, og'riq sabablari bilan tugab ketgan qarindoshlarimizning qabrisiga berib, qabr supurish va ularning beshida Qur'on tilovat qilish degandek, mana yaxshi ishlarni 2-3 qatim berib qilib keldik. İşbita berdik. İşbitalıqda 80'ga yaqin onalar keldi. O günkü işbita shunchalik dağdığlıq oldu Ferhat efendim. Özümni o'ylamabdik emas, shunchalik hayajonlandim. Xalqim, millatimdan shundoq rozi oldum. Biz asli esil xalq ekanmiz. Tarbiyalik, onliq xalq ekanmiz. Biz faqat mush vatanning sirtidagi muhojiratda yashayotgan aziz Uyg'ur onalar faqatla jim tursak hech ish asıl bo'lmaydi ekan. Mushu ishni qilish orqali shuni tunib yetdimki, kechikib qoptiman men bu mehribon onalar guruhini qurdiganga. 20 yilning oldida qursam qanday ishlar bo'lib ketadi? Ajab kechikib ketdiman deb o'zim shunday pushmon qildim va boshqa mehribon onalarmi shunday pushmon. Endi biz faqat mehribon onalar bo'lib qolmasdan jamiyat, jamoat onalar bizni qo'llab, quvvatlab, mushu qilgan ish izlarimizdan ularni ta'sirlanib, bizmi mushu guruhining onalari deb biz har qanday bir ishni qilamiz deb juga yetimlarda mansaqmi, mushu bizning sizlarga qilgan yordamimiz deb moddiy jihatdan bizga og'ir yordam qilgan, kuchlik yordamlarni berdi. Shu onalardan Alloh rozi bo'lsin. Bu onalardan men cheksiz rozi. Rahmat Elima xanım, nayet yaxshi to'g'ri gap qildingiz. Uyg'ur onalar haqiqatan diyonatlik, axloqli, fazilatlik, vafodor onalar. Siz degandek masalan bu onalarni riyoga akilish uchun noqul holda, masalan ba'zi tashkilotlar burun ba'zi xato nimalarni yo'lni to'g'ri yo'lni tutolmagan, masalan badal bermaydigan deb majburlayotgan, ayblayotgan, cheklayotgan, tomoshabin deb ayblayotgan, siyasi faoliyatlarga qatnashmagan deb ayblayotgan. Sizlar avval ularga mehr muhabbatinglarni ko'rsatishni boshlayapsizlar. Bu orqali ularni o'zi ta'sirlantirish, ichidan ta'sirlantirish, majburlab emas, qo'rqitib emas, sesib gap bilan emas,
O'zinglarniki beri şefkati orqali masalan boyaqidek analarning maxsus nimasini o'tkazdinglar, iftor faoliyatini o'tkazdinglar, choylarni o'tkazdinglar, masalan atallar yig'ini o'tkazdinglar, sayohatlarni tashkil qildinglar. Hatto mening bilishimcha bu yerdagi uchunlar emas, hatto mening anglasam sizlarniki shu tashkilotinglar Turkiyada qiyin ahvolda qolgan o'quvchilarga iqtisodiyotni yordam qilgan ahvol. Shunday bo'ldi. Mushu ro'z Ramazonlarda sadaqa zakat berdigan pullar yig'ildi. O'z ichimizdan chiqqan bo'lib, mushu Turkiyada yashayotgan qiyinchiligi og'ir, mushu o'qish puli to'layolmayotgan, iqtisod qiyinchiligi og'ir bolalarga, qarindoshlarga biz o'zimiz mushu mehribon onalar nomidan shu pullarni vaqtida qaraldi yetkazib berib, ularning roziligini oldik. Bu onalarningki jangovarligini men so'zlab o'tsam tilim ojizlik qiladi. Onalar shunchalik aktiv bir telefonni qilishig'lam ma ishim batdi mening ma qoznim qaynayotganda debay qaynayotgan qozonni o'chirib etib yugurib kelib bo'ladi shunchalik hayajonlandim bu onalardan onalar shunchalik azizkan o'zimizning shunchalik mehribonligini men tunib yetmabdi ekanman mushu xizmatni qilish orqali ha men bir mehribon ona ekanman tuqqu burun nerede uxlab qolgan bo'g'iydim burunroq uyqamni ochsam bo'lmamdi xalqimga millatimga ozroq bo'lsa-mu bir yaxshiligimni yetkazsam bo'lmamdi deb o'ylab qolaman ba'zanda mushu bizningki mehribon ona Myunxendala emas boshqa davlatlardagi Uyg'ur onalarmi bizga o'xshash mushtaq guruhlarni qurib tashkillab mushundaq savobli yaxshi ishlarni qilib vatan millat uchun ozroq bo'lsa-mu bir foydali ishlarni qilsak deyman. Rahmat Halima Hanım gayet güzel bu sözlerin için. Bunlar hanım ben siz Anla Birliği'nin reisi hem en asas aktivist hanımlardan birisiz. Zaten 40 yılga yakın şu hizmetlik pilotlar. Mesela aldığımızda mesela Dünya Kurulu'nun çakırığı bilen BDT'de Cenvede 11. ayın 6. günü yani bir zor yürüyüş ikinci katımlık bir 5000 kişilik namayış zor namayış qilish chaqirib o'tirib qo'yilgan va butun dunyodagi Uyg'urlar yashayotgan davlatlarda bir safarbarlik qilyapti. Sizlarning mana bu Germaniyadagi eng aktiv jonliq faoliyat olib borayotgan bir tashkilot bo'lishdan bilan bu jihatda sizlar bir ayollar, xonim, qizlar ichida bir safarbarlik olib boryapmiz, o'rlashtirish chaqirib yoki. Endi Farhat efendim, sualingizdan avval yana bir ishga qo'shib qo'yay deyman. Qandaq bu ayollar bu narsaga keldi degan masalasi hamda vatanimizda bo'lgan ahvolni hammamizga ayon. Bek ichinishlik. Hamda uningga tilmi yetmayotdi. Bu 100 yilda bundaq bir narsa bor deb qallidan o'tmayotdi. Ammo Xitoy ashuna qilyotdi, qallimizda o'tmagan narsalarni vujudga akilib, besimchilikni qilyotdi. Nimishga biz bunchalik bir-birimizga mehribon bo'ldik deganning nimasini shu ko'nglimiz sunuq. Bütün bo'libmi albatta erlarmi erlarga qaraganda ayollarga nozik bo'lganlikdan ko'ngli sunuq. Hamda ota-onasi bilan xabarlashamasa bir telefon hamda 200 yil tugab ketib boradi hozir. Mayaqti telefon açsangiz Afrikada alo deyilasiz. Hozir shu ahvoldami biz bu yerdagi dunyodagi bütün Uyg'urlarimiz vatan bilan aloqasi kesilgan bir holda. Bo'lgandan keyin insonlarga hamda ko'ngli sunuq bo'ldiki. Sunuq bo'lgandan keyin ota-onamiz bilan ko'rishamisak, tuqqanlarimiz bilan didorlashamisak, nim qilamiz kelsa, vatanning sirtidagi o'sha bütün Uyg'urlar bir-birimizga ota, ona, dada, singil, hada bo'limizga. Bo'lgandan keyin shu mehrlik ashadan tug'diki. Hamda biz bir-birimizga ön bo'lmasak, bir-birimizni qo'g'dimisak, ota-ona bo'lmasak, bu narsalar vujudga chiqmaydi. Hamda buni qilaylik deb mantiqiy tarafdan emas, har kim bo'lsa bo'lsin, ko'nglidan kelib ichidan chiqib hasib qo'yishib qilyapti. Shuningga qishqarsaq bir yagim yugurib kelgan, abiyam Halima xonimning deb kelgandek qozonni qaynayotgan bo'lsin, o'chirib yugurib kelgan, bolasi nimada bo'lsin, yugurib kelgan. Endi bu masala endi qiladigan ishimiz mashika deb hammasi vujudi bilan qilyapti. Onun için müştak faaliyetlerimiz Dünya Uyghur Kurultayı'nın hazır vücudga akildiğen bu 5000 kişilik nimede Berlin'de bulduğun bulduğun namayışımız var. Kim bolsa hasip qo'shyapti. Ahvol o'ttirdi. Hech kim endi bu yerda yo'q, men bormayman, qilmayman, etmaydigan hal qolmadi.
Onu mu oylamadınız hazır? Hiç kim oylamadı. Hemmesi qarsa içiden kilip, jangaverlik köktüp, biz qımısak, biz midirmisak bolmaydı ki. Hazırgacha hamda aşa vatanninki uçuq lagerler deymiz, hamda uçuq bir solaqxana bo'lib qoldi. Bu Avropalıqlarning qalısından o'tmay o'tdi. Mushundaq bir narsa qandaq vujud bo'la oladi dedi. Ham buningga biz hech kim qarab tura olmaydi. Her kim vicdanını qo'lga qo'ydi, hammasi kuchinim bo'lsa, ham mening mindirishim kerak ekan deb, hozir men borsammi, bormasammi deb o'ylaydigan vaqt emas, hech kim uni qilmaydi. Hammasi vaqtni ching tutib, qa vaqtida men ruxsatimni olay, maktabdagi bolalarimni qanday o'rinlashtiraman deb hammasi ichidan kelib, jugrab qilyapti. Hammasi aktiv bu ayollarimizningki. Ayollar, analar bir narsa istese rast degandek jiq narsa bo'lib ketadi ekan. Ana erlarimiz hozirgacha Alloh rozi bo'lsin qilib keldi. Hamda ayollarimiz hamda midirmisak bo'lmaydi deb biz uni qilinglar, buni qilinglar demasak, baribir hozir hammamiz bilimiz to'plar bor. O to'plarda har yangi to'plarimiz bor, nurg'un insonlar bor. Ashlarning aloqali bilan bir-birimiz bilan aloqalashimiz, xabardor bo'lamiz. Bo'lmasaqmi hammasi bo'lmasimi gaplarimiz yetmay qolsinmi, telefon ochib qayer nima bo'pti, nima deb hozir degan sosyal medya degan bek nim bo'lib ketdi, kang taraqqi qilib ketib, kanglashib ketdi. Shuningga albatta bu masalaning ustida biz hammasi shuning nimasidir. Xo'sh, buyuring, Halima xonim. Suhbatda yana bir gap esimga kelib qoldi. Endi mana 11-oyning 6-kunda o'tkazilgan cho'ng namoyish, cho'ng tipdagi namoyishga, masalan, bizning guruhimizda ikki ona, masalan, birisi men, birisi Gulnora, ismi Gulnora. Qayrindishimiz ikkalamiz endi operatsiyaga kiratdik. Endi bizning shu namoyishimizga namoyishga qutulishib qolmasin deb biz namoyishdan keyin namoyish tugagandan keyin operatsiya qildigan bo'lib, mening putimni. Buni qoldirdik. Uning ustiga shu namoyishni qilamiz deb bizning shu mehribon onalar guruhisidagi onalar hozirdan tayyorlik qilyapmiz. Namoyishga qarta tayyorligimizni aytib puxta. Vatanda bo'lgan qirg'inchilik hammamizning beshiga keldi. Shuning uchun bizningki Myunxenda bo'libmi Germaniyada yashayotgan mehribon onalar hammamiz hadi singil bo'lib qo'limizga tutib, ittifoqlashib, dard hasratimizda, kulkimizda birga bo'lsak, meningcha bizningki urug' tuqqanligimizning yo'qligi, hadi singlarimizning yo'qligi chanmaydi deyman. Chunki bizning endi bola tug'diradigan onamiz yo'q, dadimiz yo'q. Biz bir-birimizga hada singil, aka-uka, qarindosh. Bolalarımızmı bunundan keyin bir-biri bilan ittifoqlashib elib tegishidi. Biz qudvoji bo'lamiz. Shuning uchun oldidan biz aktivlik bilan rol o'ynamasak, o'zimizni yo'qotib qo'yamiz. Bu qitimqi namoyishga biz mehribon onalar birinchi bo'lib bayroqni ko'tarib berishga tayyorlik qilyapmiz. Rahmat, Halima xonim, haqiqatan ta'sirlandim. Alloh shifolik bersin. Hem Allah razı olsun deymiz. Çünkü bu namoyishchilar biz onlarninki operatsiyasini vaqtini bunu o'zgartirishlar bu hamda bütün qonun qizlarimizlar emas, bütün muajirat yashayotgan bütün sharq turkistonliklar o'rnak ilishga tegishlik bir alayda bir fidokorlik, alayda bir jasorat deb qarayman va takrar rahmatlarimni bildirman. Bunlar xonim endi sizningki oxirida bir qo'shimcha qildigan va yoki muajirat yashayotgan qonun qizlarimizga qanday yurak so'zlaringiz bor? Oxirida qo'shimcha qildigan. Hamma qo'shimcha yana ko'pdan ko'p bizni tinglagan uchun vaqtlaringlarni bergan uchun ko'ngilinglarga rahmat. Meningki qo'shimcha deydigan narsamiz ana tilimiz bek muhim, bolalarimiz kelajagimiz, ular bek muhim. Dunyoning qayerda bo'lsak bo'laylik, bolalarimizni ishlaylik. Hammalarga ishonaman, hammalar birdan mehribon onalar. Sizlar uchun bola muhim, biz uchun bola muhim. Qancha ona tillarimizni unutib qolmaylik, kulturimizni unutib qolmaylik, qayerdan kelganimizni unutib qolmaylik va vatanimizningki hozirgi ahvolini faqat unutib qolmaylik. Biz vatanning ichida qola oldik. Endi bu bizning uchun baxtliqmi yo bo'lmasa baxtliq emasmi, uni bilmaymiz. Ammo vatanimizning ichida hozir yashab turib, ko'rmagan kunlarni ko'rgan qarindoshlarimiz, opamiz, dadimiz, inimiz, singillarimiz bor. Biz agar buning sirtida bo'lsak, agar baxtliq deb qarasak, hamda vatanning sirtida bo'lsak, qanchalik baxtliq deymiz,
bunu bilmeymen. Ama onun sırtıda boğanlığımız yani baxtliq desek, kolumuzni vicdanımızga koyup, eydeki insanlarni unutqalmaydık. Eydeki insanlarni unutqalmay ve bundan kim o? Ballarımızı özümüz işlep, kolumuzda vicdanımızga koyup, özümüzge, vicdanımızga bolduğan vicdana burcumuzni ada kılaylık deymen. Hemenlarga köp rahmet. Salamu aleykum. Hürmetlik, kadirlik Gülnar Hanım, hürmetlik Elime Hanım ataytım vaxtını çıkarıp bugün ziyaretimini kabul kılganlar için sizlerge tekrar minnettarlığımızı bildirme. Elbette bunun keyingi söhbetlerimizde yana başka temalarda Germaniyadaki hanım kızımızın faaliyetlerine dair başka temalardan bunun keyingi sizlerden pat söhbet ötüzüştürüşümüz. Hürmetlik televizyon köylüler, bugünkü söhbet programımızda bir şeyde ahırlaştırmakçımız. Gelecek programımızı görüşelim. Görüşürüz. Aman bu. Hayır hoş.